şunçilik güzel. Kim kalbidek yaşap yıktı. Azabını sözleydiler köp. Bul gidek kim keçip yıktı. Sevgeledim keşmeymen Kuyyaş parlap yürgüm sokar Ben yolumdan yanmaymen Ümmetni üzmeymen Sevgeledim keşmeymen Kuyyaş parlap yürgüm Adaş yemimiz ütep kessin canım. Ya kopya bak kopya. Ya Ferhat. Kopya. Kopya. Ne oldu? Klişe. Ha. Nimble diye kösenge. Nimble qanday turdi? Şu nimble şu. Ha? Nimble de. Nimble de. Unutup qilishdingmi? Ha? Ya akşam kechida men ishkim urushib qolganda, men ajratsam men yedim matayaqni yasaqa urishdim. Biz urushdikmi? Mümkün emas. Ha? Voy bizga yaqin og'in tursak. Yaqin og'ina. Yaqin og'ina sanqa, yaqin og'ina. Ey, mat. Çıkandım uçta kuyu var çok bunun. Deganda qiz bola ko'rib chiroyli qiz bola ekan u. Va chiroyli bo'lsa sen bilan munosabati. Vay ne çıraylı şadı patçak bir kız alken bu. Voy, qo'g'am, o'zing paka o'g'ish qilchidimi, shundami? Paka? Ha? Vay miniço bu da oğru boydaydı o. Ben aşk kız alınıyla kep kaldıramsam ben igiz işlemse. Qiz do'stimdan yana keldin ish qilmoqchisiz. Bo'ldi, sen o'zing bilsana. Qiz do'stim deb. Ha. Voy, bo'lsam ashur etmayna qiz do'stim deb. Eras ma'lum tanishtirib qo'yash qiz bolani. Men avvago mash qo'zi budir degan taxallusimni anglab bilamash, og'iz ichib qoladi. Akşam toza ochdik og'zimizni. Eras. İşte oldu. Manda qizlar degancha mendek badaniga o'g'allarga amraqa. Vay aşk kapkara aldım kıma. Bak kızlarçı. Mendek. Manda ak pişmak. Manda oğullar yaxşı gördü. Yaxshi Ama de kızlar gibi değişmeyli. Manda ne varmış şunu değişmeyli mi? Nashdan chiqsak bo'lamdiki. Ya kitobxona bosib bo'ladi ya, kitobxona. Mening xeyli beri izlayotgan bir kitob bor, shuni ilib olay bek vaqt o'zirib ketdi. Ey ma cho'ng shaharga kelmasa yana kitobdan jidilma. Bunda bir qizlar bor yo'qmi? Ey, mana bu o'zing qizlarni gibi qilishmaydi dedim-ku boya. Nima degan? To'xta. Sen murakkablashib ketib boramni va gap. Biraylar kitobxona bordi. Ha. Biraylar qizlar voyaga bordi. Bu unda o'z ayrim harakat qilsak bo'ldi ekan, sen kitobxonangga bor. Men bu yoqni elib bir yag berib kelamiz. Shikimni billar. Qadaya va. Qizlarjiq ya. Qanda qizolsam shu chiqamda.
g'azab chiqadi. Sadıgan kiteyler. Ben yalnız baram deb qanday topaman o kitapxonni ya? Qanday topsan topmamsan? Qiziqmi bu? Ikkida bir. O'zing yolg'iz babildi. Voy. Oğlum bo'lamdi nima? Yalnız bo'lsam yaxshiroq o'qalamdim. Jiqadan bo'lsin toza kallam tushmaydi o. Shunday bo'ldi. Ey. Sen burundan tatib o'zing yolg'iz kitob ko'rding. Ya kallanga bir narsani tushkunni uqmayman men. Hozirmi shunda dot yursang. Çak qo'ydim. Mana qildi. Sen kitobxonanga beri be. Ben Perat bilan Perat degan yerga boray. Qanday? Ya balda ishkinglar beraveringlar. Men o'zim yolg'iz kitobxonaga boray. Boray. Ya to'xta. Mushta boramsan? Qaras. Voy. Nima Perat? Sen tayyorlik qilamsan? Men aql oldi. Ya şu. Ben yerda tayyorlik qilmadisang baribir bizning kiyimlarimiz sana to'g'ri kelmaydi qaradash. Ne? Voy, bunda tayyorlik qilib gap qilishib ketmasam bo'ladi, chiqdimi? Ha, bo'ldi, sana kitobxonning adresini aytib qo'yay, o'zing topib ol. Sen bechiralar qasni olasa, qiz bolchi qayerda? Bildim. Hey. Qapa ya, yetmay qapa. Ay sen yo'langa menga. Yo'langa menga deb ketgindi mana. Xo'shamiz. Bundan mısınlar işte? Yani qanday topdimi yana? Qanday topsa şoför desa oldi gapirib qo'ydi. Qanday to'sinma o mashina qayerga to'sinma? Qanday to'ssan yo'lga yetib, bunda to'sim qanday to'ssa? Kelmigina sen. Ayta qil. Bo'ldi, o'zim to'sin. Da to'sim edi. Ha, endi. Salam ya sen. Ne bo'ldi? O kart açtırdıysa kektizotdun mu ne? Bank kartisi açtın mı? Ha? Voy bu. Vay endi yetişemeyimiz ona. Birde bir amal. Endi pulni sen çıkar. Bu yolunu mu ben göstersem? Pulunu ben çıkaram deme. Endi amal yok ben. Ne çok diyeyim şunu pulu kaçlap olsam yerimde moça bulmasa. Sen hayatını pul tep bakmağın mı? Tip bakkan endi bayramlarda çoğlar beretti. Yakımısı apam beretti degandek. Çok çoğunturup davatkan gibi de bana. Endi şu tuyuqsiz apamni ko'rgim kelyapti meni. Ben baldım ben çıkaray. Rasma. Ras. Bo'ldim. Mangay. Ya aka bu manga yemediniz. Bu qachon boramiz kitobxonaga? Aka deysan-ku, menda kichikda turqinga qarasam, men akangdek ko'rinyapman-da. Voy, mening ma ustunim yo'g'an bo'lganlar, o'zim kichik bolaman. Va mening mana chiroyimda qayerda ko'rangan bilaman, men kichik bola. Ne deysan? Men meshalik, yerlikman. Yerlik turibmish ish kitobxonni bilmamsa? Berib boqmabdi ekanman. Ha, sen ma turqinda kitobxonlarga bormaysan, sen qayshashganda tamoq o'xshaydi. Qayshashganning tamoqi yaxshi, ashini bilasan. Voy, zanglik qilmang aka. Ya bu zanglik qilganlik emas. Kitobxonni bilmamdim deymanda. Yaxshimisiz? Sizlarga qanday yordamim kerak? Mağinem uzun yıllık boytaq. Bu ağinemge ak köngül çıraylı kız bala olsa bir tonuştursak oldu. Bo'ldi. Hey. Konuştursa xulti? Ha? Layak konuşturuş olur mu bu? Smay sen jim oldu. To'xtab turay. Bu menda chiroy, pul aminas tuluq tursa, bundan kemisam topalayman men. Nemiz to'liq haqna. Aka, biz sizning talabingizga asosan qizlarni o'rinlashtiramiz ham tanishtiramiz. Rasman? Albatta. Unda bo'lsa men sizni tizimlab o'tay. Ismingiz? Manap. Manap. Xizmatingiz? Yo'q. Uyingiz? Yo'q. Mashinangiz-chi? U bu yo'q. Yoshingiz? 28 yaş. 28 yosh. Bu olsun ba. Aka, sizning bu sharoitingizga nisbatan loyiq tepish bir qadar tezki to'xtaydi. Shunga bizningki mulozimat
haqqımızın bir qadar yuqori bo'ldi. Voy, tek bunun pul alamsızlar? Albatta. Pullanmaydigan demiş hozir. Oldi bilan tanishtirish haqqiga 200 ko'y, undan keyin sizlar tanishib, chiqishib qolsanglar 300 ko'y pul to'laysizlar. Demek ikisini qo'shsak 500 koy ketadi da. Shundoq. Bo'ldi-ki. Çıkamazken ha? Ha, men to'layman. Evet. Voy, 500 ko'y aytibsizlar-ku. Şuma ağinamga ishtirok be qiz bilan tanishtirsak deb, qanday qiz olos bo'laverdi. Tezroq bir uchrashishga o'rinlashtirib chiqaraversangiz. Ferhat, tınık olsan bulandı bana. Uncha bilan nachar qizlarni tanishtirmaydi bular. Ya aka bu manga elmadik. O'tib ketmayli ya. Ey, ben Ürümçi'de maşaya davatkanı 20 yıl oldu qara. Hatırını cem qilib bizden bir yakınmay bir otura. 20 yıl bo'ldi ya. Ha. Oy siz pravini 18 yoshda olgan bo'lsangiz, 20 yil mashina haydagan bo'lsangiz, unda qo'ysa 38 yosh degan gap mendan cho'nkansiz-ku. Voy senden çoğun olsam nim bo'ptam da men senden çoğun olgan bilan dadamdan kichikchima men. Dadammi qaramış, dadasidan kichik qara. Ha. Bu bizga erişi yetken qara bu. Şu kuduğan menda bir işlerken. Lekin bizning mahalda qara. Bir bola va dadasidan çoğun. Ha. Nemiz çoğun desang, asli dadı balını terbiyelep biraz açık kelgende bir kaçat urib qo'ysa bo'ladi-ku. Ha. O bola bir qitim dadasining kaçtığı birini urgan şunu qarab, dadasidan cho'nkanda deb o'ylab qoldim qara. Ha. Hamsi men bu dadamdan cho'nkaman-da. Ha, jigit sen mi dadanga yenib baqqan o'xshamamsan? Yaraychi. Yo'q, aka chaqchaq qilib qo'ydim. Unda qilsa, Yey. Mağazalı bek karıken. Qori ko'ydirdi. Ben ak tutsam, maske meyimizde? Maq. Mağazalı beksimizken. Semiz qiz bilan qiz tug'di. Benim oğulluk buğum batırsa. Mağazalı bek bakarken. Paka o'stak maskenmamsizlar. Balam baka opkamam da. Mağazalı çeçi ne manda kıska? Qisqa bo'lsa oq ko'ngil oldu. Oğalan takılıp. Taxtisi bağdı. Mağazalı muskulları nerede? Yaxshi ko'ngil seni qo'g'dimam da. Bana ya yerden takılıp. Ha, bana. Muş kız bulduk ya bana. Bir so'zim yardi. voy. Bu mentim. Voy, siz bo'lsangiz bo'laverdi shu. Chiroq to'y qorong'i degan shu. Aka, sizlar avval o'zinglarning talpin deb bergan bo'lsanglar, andan keyin men shuningga asosan o'rinlashtirib bersam bo'ldi. Ma'qul. Siz kelibdi navbatda. Men dey, siz yezig'a. Bo'ldim. Bu 1,65 dan yuqori bo'lish kerak. O'zinglar necha kelsa? Kelishdi metre. Egirligi 48 kilogramdan 1 gram ish ketish bo'lmaydi. 48. Andan keyin chichi uzun bo'lish kerak. Bo'lsa ham tog'oq suyanakdan pastga tushgan bo'lish kerak. Kesbi. Andan keyin mushu chichini bo'ygan bo'lsa bo'lmaydi. Chichi qop-qora bo'lib ketsa bo'lmaydi. Tabiiy qo'ng'ir bo'lish kerak. Onun dinkin bo'lsa mushu beden şekli keldi, hamda bu beden şekli çok is şekilde bo'lish kerak. Onun dinkin mesela men bilib bek o'ri qizlarni yaxshi ko'rmayman. Shva. Onun dinkin mushu kallisi bek ishlab ketmagan taqdirdami? Putquli chaqqan bo'lish kerak. Sendek. Terisi oq bo'lish kerak. Yana qarab tursiz-ku, yozmamsiz. Aka, sizning talpiningizga tushadigan qizlarni topmoq tez. 500 yuan to'laganga tushliq tanlamasak bo'lmas uni. Yana bataqi put uzun bo'lish kerak, yezana. Puti uzun bo'lish kerak. Bo'ldi, xotirlab bo'ldim. Muvofiq nomzod chiqqandan keyin sizlar bilan aloqalashamiz. Rasma? Albatta. Unutib qolmaydigansiz? Hargiz. Undan bo'ldi. Undan xabaringizni saqlayman. Bo'ldi. Tugidi. Unutilib qolgan gap yo'q. Ayda yo'q. Ma'lumsiz. Xabar saqlaylik. Boya ichmay uni. Sen ichib olsam nima bo'pti? Xabaringizni saqlayman. Telefonni mayli olay, Ma'qul. Rahmat. Ma'qul. Bek oshirib aytding, ey.
Vay endi pulni to'lagandan keyin 10 talabni qo'yamiz. Pulni sen to'ldingmi? Voy jon, endi ish qilib to'ldik-ku. Kallangni dehdi bormi? Halang yiqibmanda gap qilsa, nima jiq gap, nima jiq talab bu? Xizmatim bo'lmasa topaman. Ha, uya, mashina bo'lmasa olaman. Agar xotinni xato talab qo'ysam qanday qilaman? To'g'ri? Chiroying qarab gap qila. Chiroying nima bo'pti? Kishiligim bor-ku, maymundan azraqlam chiroyli qo'ysa, bildi. Ma gap bo'ldi-da. Qara. Hozir ish qizlar o'tib ketdi. Chiroq qizlar o'tib ketdi. Men ko'mdim-ku. Asli musha kirgan mustoq. Ha, mayli kirsakmi kirayli. Kirgandan keyin men nima desam shuni qilsajmi? Ha, mayli. Ha. Qiz tunishtirib qo'ydan shu mayli. Voy, chatoq yo'q, men chatoq chiqmaydimi? Aka! Hey! Ya şoför! Voy, nima deb kakiraysan? Nima bo'ldi yana? Voy, keldikmi, kelmadikmi? Voy, keldik, mana ish oldida men qizilchiroqda o'tiblar, yo'q tarafga tortib to'xtayman. Voy, lekin aka bu yerda kitobxona yo'q-ku. Kitobxona oldinga uchib kelmaydi, qara. Bunda bir kitob o'qib baqqansa, bunda qarasang, Xinhua kitobxonasi deb yo'q, yezig'liq ashini topmamsa. Ha, tanıyman, kitap o'qiganman. Mana. Ha, necha bo'ldi aka? 50 koy. 50 koy? Ha? Voy, menga aka bizning mahallada 50 koy shay kirib, bunda bir kun o'ynab chiqqil oldimi? So'ng yurtda deydigan. Eli men Urumchida cho'ng olganda tutumga qaysi yurtdin sen? Voy, men Qumuldan aka. Amanda demamsa, Qumul degan nihoyat go'zal bir yurt. Odamlari oq ko'ngil, madaniyatlik, mehmondo'st shunday esil bir yurt. Men Qumulda 1,5 oy turgan. Voy, rahmat aka. Bu turish jarayonida qarab, bu Qumul xalqi 100 yildan keyin bayqaydigan ishni cho'ngishni bayqab qoldim qara. Qanday cho'ng ishni aka? Buni sana deb bermayman-da qarab akadillovni. Voy, danga aka, gapning uchidan chiqarib qo'yib demasangiz qanday bo'ladi? Men sana desam, sen haqi deversan, men qanday qilaman? Ay yo'q, men haqi demayman, yig'izim chiq meni. Bo'pti, sen bilan tanishib qolgandan yuziga deb beray. Birinchisi qara. Ha. Bu Qumulda. Ha. Qumulliq bola Seljiqga. Ha. Ajoyib ishda bu, ha. İkincisi bu Qumulda qara. Bu Qumul pejomashini Seljiqroqqa qara. Hayron qoldim men bu. Ya, amsima Urumchida pejomashing yo'qmi? Voy, Urumchida pejomashini bor. Ha. Lekin Urumchida asosan Urumchi pejomashinilarmi? Menda yo'q. Asosan, asosan. Ha, bo'pti aka. Mana aytib aka. Ha, mana bu yoqdan cho'tirib qarab tushar, diqqat mashina kelib qolmasin. Ha. Allo. Pulni qaytarib yetamsiz aka? Qaysi pulni? Ha, men 100 koy yetib etgan. Nimiz 100 koyatsa 50 koyatsan tutadigan shu deyman. Pachil olay debchi. Rost 100 koy yetibdi, pochili olay deb. Mana 50 koyni. Ha, aka, men ayliqi demakchi o'g'lim, ash telefonda aka xumbar qilib pachil yetamdiki deb. Menga tushyapti, undaqmi qilmay tushyapti. Ma'qul. Yaxshimisizlar? Ha, yaxshimisiz. Qani, bu yoqqa o'tiringlar. Bu yoqqa. O'tiringlar. Sizlar choy qo'yib beray. Sizlar biroq chash mulozimati bilan kelganmi? Yo'q, biz Bu qanday layligan? Topilma. Mana. biz shu badan o'ltayl deb kelgan. Badan? Yo'q, bizning bu yerda badan ovlash yo'q, bosh ovlash bor. Ko'mdingmi? Mush bizning barliqmi chash munosabatlik, chash o'stirish bulamdi, chash asrash bulamdi, chash maylash bulamdi. Butun turlarimiz barchalarmi? Mana Ha, men o'zim olay. İçip görpekmi? Voy. Ha, yaxshimisiz? Sizdan nima kitobxonaning o'rnini bilasizmi? Bu so'rab boqay degan shu. Ha, men hozir Alisher So'l saroyidamda ish qilib, shundaroq bir yana oldida.
Ha? Acayip yaxshi. Ha, ma'qul. Ha, men mashina saqlab turayapsan. Ha, ma'qul. Acayip yaxshi. Hozir kelsa. Kitobxonaga birga kirsak. Ey, qiz bola ko'rib boqqandek o'tiray. Chiroyli qiz bola ekan bu. Bu nemdi? Sen ko'raman men toza. Ma o'tib kesib bo'lmaydi. Ma bizdagi chash ustirish mulozimimiz. Shirpolat. Ha, shuni tushundik ekan. Mana keyin cho'ka. Mana keyinda mana chash maylashtiramiz, jumi? Chash maylaydigan ishlar bo'lsa-mu, mush mulozimatlarni ko'rsanglar bo'ldi. Mau chash asrash. Qaranglar mahsulotlarimizga hammasi degan shunday ishonchlik mallarjimi? Mahsulotlarimizdan qancha ansirmasanlar bo'ldi. Sizlar deb qo'ymasam bo'lmaydi, jumush 30 yoshdan o'tgan, 30 yoshdagimush yosh bosqichidagilar cho'qqim chashdan yaxshi asirmasak bo'lmaydi. Bunda vaqtni o'tkazgandan keyinlar amal yo'q. Qutqazg'olmaydi boshni. Biz 30 yoshmi? 30 kimdi bizga? Mana mushu eng yaxshi vaqtinglar. 30 yoshni o'tkazsalar bayam bizning boshni qutqazg'olmaydi. Ba'zi xaridorlarimiz bu amal yo'q bo'lib qolib degan qutqazinglar deb kutib amal yo'q-da uningga. Shuningmi mushu vaqtinglarda mush turlarimizni yaxshi ko'rib, chashni asramsizlar, maylamsizlar, ustiramsizlar. Aka siz nima chash ahvolingizni bir ko'rib baxsam bo'lamda. Bo'lmabdi. Ya bo'lmaydi. Ma turmush mana sizga da tushdi aka. Men ko'ring, siz ko'ring aka, men chash ustirishniki. Yo'q aka, muhabbatni mana keyin aytdim. Mana shuni aka siz ko'ring, men chash ustiramsiz bo'lmaydimi? Sizmi aka? Menmi? Asrimsiz bo'lmaydi. O. Keyin ustirish turi uchib qolsiz, men asrimsiz. Tushundik. Amma otasam o yaxshi ko'ramayotgansizlar erkin nazarda. Siz ko'rib bo'lib, nima aytsanglar tilma. Juma? Ha, qani ko'ravering. Yaxshimi? Ay, yaxshimi? Voy, siz kimsiz-ku? Ha. Xizmat kimsiz? Taniyolmay qolibman. Bu yoq. Ha, bu yoq mening indim ismi Faruq. Ha. Bek uloq kim bu? Bek uloq kim? Kitobxon topamiga o'xshamsiz. Kitobxonchi mabinaning 4-qavatida. Men Akraya. Ha, baba. Ay, sizlar birdan saqlab turinglar, men ukamga ozroq bir narsa aytib olay. Bo'lmasa ziyrik qolmasin. Yeydigan narsa chiqay, ya. Ey, Sherpolat akada. Sherpolat. İsmini sette seninki. Voy, sen o'sha set emas ha. Ey, men shu sal semiz qoldim. Vurib qo'ysamchi, xil bolalarni tushayman men. Voy, avval o'riqlab kaqila. Ey, o'riqlimsan bu seni chiroyliqchi men. Tompay. Ey. Aha. Adam qo'lashmoqansa? Senin inkarı. Ey, avval umruna qila. Adam qo'shgan heyli 5 şey qilavachu. Voy, sen o tüylep qo'ysa ushib ketadigan yilqimda avval o'riq akalarga o'xshatmana meni. Ko'rdingmi muskulni tutbaqa? Ey, ma muskulni ko'rdingmi, ha? Voy, aparam may qaplab ketgan belikinglar. Ya mana. Da qildim ha. Avarmadi qo'yasan. Nimi karı? Bak, oh. Bek umakya Faruk ya. Tas chiqishqoqqa o'xshamabsizlar. Bu bek chiqishqoq. Ay, amsi chiqamdiq narsalarni setib bo'ldim. Ha, ma'qul. Chiroqlar masala chiqadi. Ma'qul. Bu hayat şunçilik güzel